Oyijon? Chiroyli kiyimlaringizni kiyib chiqing. O'g'lingiz teatrga 3 ta bilet olib qo'yibdilar. Teatrga boramiz. Uncha yaxshi. Xo'p. Oyi, mana men $500 sizga. O'zingiz xohlagan narsani oling. Baraka top bolam. Alloh umringga, rizqingga, kasb-koringga, naslingga barakala bersin. Hamisha yuzlaring yorug', so'zlaring o'tkir bo'lib yursin. Rahmat bolam. Mana $200 senga. Voy, adasi rahmat. Mamki qo'ying qo'lim qo'lda. Rahmat katta. Voy, mazza qilib borib keldik-e. Onajon, mana bunisi sizniki. Voy, rahmat bolam. Bu seniki. Rahmat. Rahmat bolam. Pullaring ko'p bo'lsa, martabang bundan ham ulug' bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Adasi. Boya bergan sovg'alaringizdan oyijon shunaqa xursand bo'ldilar. Ikkalamizni bir xilda ko'rasiz-ku. Bir xil ko'raman-da. Chunki onam kelinlik vaqtlarida bunaqa mehr ko'rmaganlar. Ularga e'tiborli bo'lish meni vazifam. Hozir senga berayotgan bu mehrim, e'tiborim, sevgim bir paytlar onam uchun orzu bo'lgan. Onam yoshliklarida otamdan ko'rmagan mehr, e'tiborni ulg'ayganimdan keyin mendan ko'ryaptilar. Kelinlik vaqtlarida zulmda, e'tiborsizlikda, mehrsizlikda kun o'tkazganlar. U davrlar o'tdi, endi mehr, e'tibor nimaligini men bildirishim kerak. Uni ustiga sizlarni bir xil ko'rganimning evaziga senga, oyimga nima qilsam, Allohim menga ortig'i bilan, afzali bilan beryapti. Yaxshi ham borsiz. Sizdagi turmush o'rtog'im borligidan juda ham xursandman.